Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram azizlar, navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvimizda islomda ayollarning huquqlari, umuman olganda ayollarga bo'lgan e'tibor xususida gaplashamiz. Inshaalloh bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston Musulmonlar idorasi Toshkent shahar vakilligi Sergeli tumanidagi Qo'shqo'rg'on jome masjidi imom xatibi O'ktamjon domla Mahkamov bo'ladilar. Assalomu alaykum domla. Alaykum assalom. Studiyamizga xush kelibsiz. Rahmat, xush bo'ling. Islom kelishidan avval ayollarning huquqlari ancha poymol bo'lgan edi. Tazyiqlar, ayollarga bo'lgan behurmatliklar juda avjiga ortgan edi. Islom kelib bularning hammasiga barham bo'ldi. Ya'ni ularni hammasiga barham berib, ayollarning huquqlari, ayollarga bo'lgan e'tibor islomchalik ulug'lik hosil qilmadi. Dastavval islom kelguniga qadar ayollarga bo'lgan e'tibor xususida suhbatlashsak, shular haqida gapirib bersangiz. Avvalambor assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Islom dini kelishidan oldin albatta johiliyat davri deyiladi. Johiliyat davrida o'zi johiliyat davri nima desa, shu islomdan oldingi davr tushuniladi. U paytda johillik desa, ilmsizlik bo'lsa, ilmlilar bo'lgan. Islomdan johillik bo'lgan. Ya'ni islomiy diniy urf-odatlardan ilmsizlik bo'lgan. Qachonki islom kelgandan keyin insonlarni, erkaklarning huquqlari ham erkakcha, ayollarning huquqlari ham ayolcha qilib shariatimiz mezoni bo'yicha taqsimlandi. Johiliyat davrida ayollarga inson sifatida deyarli qaralmagan. Qiz farzand tug'iladigan bo'lsa, uni or-nomus paymol qiluvchisi, ertaga asr tushib bizni qabilamizni yoki urug'imizni yoki nasabimizni sha'nini bulg'aydi, nomusini to'kadi deb hatto uni tiriklay ko'mishlik holatlari bo'lgan. Mabodo ayol kishini eri o'ladigan bo'lsa, eri vafot etadigan bo'lsa, ayol kishi xuddi mol-u dunyo taqsim qilinganidek merosda taqsim qilingan. Hattoki shu darajada johillik bo'lganki, agar farzand ayolga o'gay bo'ladigan bo'lsa, ota o'lgandan keyin hatto o'gay farzand o'zini o'gay onasiga uylanishlikkacha shu darajada borgan. Endi johiliyat paytida shunaqangi bir xunuk nikohlar bo'lgan. Xunuk nikohlar, ya'ni uni past darajadagi nikohlar deb shariatimiz islom dini kelgandan keyin bu nikohlar hammasi qat'iy harom qilingan. Masalan, shunday nikohlar bo'lgan. Bu ayollarga ayol sifatida qaralmaslik, hayvon sifatida qaralishlik bo'lgan. Masalan, bir oila yaxshi jang qiladi, kuchli, quvvatli, baquvvat oila yoki bo'lmasam bir oila, boy oila ayolini o'zini nikohidagi ayolini chaqirib o'sha insonlardan biridan homilador bo'lib kelishlikkacha taklif qilgan. Nikoh borasida, uylanishlik borasida son sanoqsiz ayollar bitta erkakni uylanishligida, ya'ni bitta insonning nikohida bo'lgan. Ularni erkak kishi xohlasa javobini berardi, xohlasa yana qaytarib olardi. Unda ham chegara bo'lmagan. Xohlasa umuman talog'ini bermasdan bir umr o'zida asrday ushlab o'tirgan. Yana shunday nikohlar bor ediki, bitta ayolga bir necha erkaklar nikohlanadigan holatlargacha bo'lgan. Mana islom dini kelgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam payg'ambar qilib yuborildilar. Islom dini keldi va dinimiz nikohni tartibga soldi. Oldingi hali yuqorida aytilgan bundan boshqa turlari bor. Bundan boshqa turlari yana bir juda ham xunuk holatlar bo'lgan. Bayroqdorlar nikohi degan nikoh bo'lgan. U qanaqa nikoh ekan desa, kambag'al, qiynalgan oilani qizi eshigini tepasiga bayroq osib qo'ygan. Bu degani kim vaqti bo'lsa kelib u bilan nikohlanib, ko'ngil xushlik qilib ketaveradigan darajadagi nikohlar bo'lgan. Bu haligi qo'polroq qilib aytganda zinoni oddiy ko'rinishi bu. Mana shunday holatlar bo'lgan. Dinimiz islom dini kelgandan keyin bu nikohlarning hammasi qat'iy harom qilindi va ayollarga o'zlarining huquqlari qaytarib berildi. Buni eng oddiy misoli Qur'oni Karimda erkaklar degan sura yo'qda. Alloh taborak va taolo ayollarni darajasini shu darajada ko'tarib qo'ydiki, butun boshli bir surani ayollar deb atadi. Juda katta sura.
Bu surada hatto ayollarni oldingi johiliyat davrida meros olish u yoqda tursin, o'zi meros bo'lib taqsimlanardi. Bu Niso surasida hatto ayollar meros olishlikkacha borishligini dinimiz ayollarga haqiqiy ayollik sha'nini qaytarib bergan din. Agar dinimiz mana shu ayollarga o'zlarini sha'nini ilgarigi holatdagidek to'xtatib qo'yganda ayollar inson sifatida ko'rilmagan bo'lardi. Vaholanki payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom mana shu narsalarga chek qo'ydilar. Alloh taborak va taolo Qur'oni Karimda buni bayonini berdi va payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bundan tashqari ayollarni qanday mavqelari, maqomlari borligini ham o'zlarining hadislari orqali tushuntirib berganlar. Tashakkur domla. Albatta ayollarga bo'lgan munosabatda Rasululloh alayhisolatu vassalomga teng keladigan zot yo'q. Go'zallik bo'yicha har bitta odob axloqi qizlarigamidi, ayollarigamidi har bitta muomalasida biz ummat uchun go'zal ibrat bor edi. Albatta shu o'rinda yana sahobiya ayollar, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning atroflarida yurgan ayollarning fazilatlari qanday bo'lgan, shular haqida ham gapirib bersangiz. Islom dini kelgandan keyin ayollarni mavqelari juda ham yuqori baholandi. Buni 3 ta yo'nalishda o'rgatishgan ekan olimlarimiz. Birinchisi, ayol kishiga qanday qaraladi desa, birinchi ona sifatida qaraladi. Ayollarga ona sifatida qarashlik shu darajada yuqori belgilandiki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam al jannatu tahta aqdamil ummahat, jannat onalarning oyog'ini ostida. Bu ayollarga bo'lgan juda ham katta ehtirom. Yana bir hadislarida ya Rasululloh, man abirru, kimga yaxshilik qilay ya Rasululloh? Onangga. Erkaklardan 3 barobar yuqori maqomni sanab berdilar. Birinchisi homiladorlikda qiyinchilik, undan keyin tug'ish jarayonidagi qiyinchilik, undan keyin to oyoqqa turib o'zini o'zi eplaydigan darajada yurib ketishlikkacha bo'lgan mana shu 3 ta bosqichini ulamolarimiz sanab berishgan ekan. Mayli bu 3 ta bosqichdir. Lekin bu joyda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 3 marta so'raganda ham onangga dedilar, 4-insida otangga dedilar. Demak, erkaklarga nisbatan 3 barobar haqliroq ekanligi demak hadis sharifdan ko'rinadi. Demak, birinchi o'rinda onalar. Ikkinchi o'rinda jufti halol. Jufti halol. Albatta jufti halol, qiz farzand mayli, unisini biz o'rnini sanamaymiz. Navbati bilan aytib beryapmiz. Balki bunisida ikkinchisida qizlarini ham aytishlik mumkin edi. Nimaga domlali qizlarni oldin aytmasdan oldin ayollarni aytyapti? Farqi yo'q, unisimi. Boring yana ayollar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hatto jufti halollarga ham johiliyatdagi narsani yig'ishtiringlar dedilar-da. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom shunday dedilarki, sizlarni yaxshilaringiz chiroyli xulqlilaringiz. Sizlarni chiroyli xulqlilaringiz o'z ayoliga yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdir va men ichingizda eng yaxshi muomalada bo'ladiganingizdirman deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis shariflar orqali ularni maqomlarini mustahkamlab beryaptilar. Birinchisi chiroyli xulq. Alloh taborak va taoloning huzurida daraja topaman degan inson chiroyli xulqli bo'lishlik kerak. Endi chiroyli xulqli bo'lishlik uchun ko'chada assalomu alaykum va alaykum assalom desa hamma ham ko'chada yaxshi-da. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'chadagisiga e'tibor bermang. Ayoliga munosabat qanaqa? Ana shu ayoliga bo'layotgan munosabat uni haqiqiy yuzi. Bu ko'chada hamma yaxshi. Hamma bu juda odobli, yaxshi odoblidir. Lekin uyini ichida ayoliga bo'ladigan munosabat qanaqa? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ana shu ayoliga bo'ladigan munosabatni ham juda ham mustahkam bo'lishligi uchun oilasiga qaranglar, ana shu yerda ham xulqi chiroyli bo'lsa, demak uni xulqi chiroyli. Yana qo'shimcha qilib aytdilarki, sizlar kimgadir mana palonchilarni ko'rib qo'ying, ayoliga munosabatni degan kimdandir o'rnak olmang deb o'zlarini qo'shib qo'ydilarda, men ichingizda eng yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdirman. Demak, musulmon kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ummatiman degan kishi kimdandir emas, qaysidir domladan, mayli qaysidir shayxdan yoki qaysidir allomadanmi, albatta Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'rnak olishlik kerakligini uqtirib qo'yadilar. Bandamiz xatodan xoli emasmiz. Qaysidir bir o'rinda xato qilib qo'yishligimiz mumkin. Payg'ambarlar ma'sum. Ana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam men ichingizda eng yaxshi munosabatda bo'ladiganingizdirman dedilar. Demak,
ayollarni ham, hatto oiladagi jufti halolni ham maqomini mustahkamlab berdilar. Qiz farzandlar johiliyat davrida hali aytib o'tdik, tiriklay ko'milardi. Qur'oni Karimda ham va izal mauudatu suilat deb keltiriladi. Agar o'sha tiriklay ko'milgan qizdan so'ralganda, bu qiyomat kuni holatlari bayon qilib beriladi, o'sha hisob kitoblar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam qizlarni maqomi qay darajada yuqoriligini tushuntirib berdilar. Bu bilasizmi, bu hadislarni inson tushunishligi uchun shu hadis ichida yashash kerak-da. Masalan, hozir men haligi ona to'g'rilarida aytdim, to'lqinlanib ketdim. Qizlar ham xuddi shunaqa insonni to'lqinlantirib yuboradi. Agar biz dunyoda jannat uchun yashamaydigan bo'lsak, yaxshi yashamasligimiz kerak. Agar jannatga kirishlik haqiqiy bizni oldimizga qo'ygan maqsad bo'lmasa, unda yashashimizdan ma'ni yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam jannatga kirishlikni oson yo'lini ko'rsatib beryaptilar. Kimga Alloh taolo 3 ta qiz farzand bergan bo'lsa, odob axloq, din diyonat, iffat hayo, or nomusi bilan chiroyli qilib tarbiyalagan bo'lsa, unga jannat ham qo'shib berilibdi yoki boshqa bir hadisda do'zaxga to'siq bo'libdi bular deganlar. Bo'ldi. Qiz farzandni berilishligi jannat ekan. Endi to'g'ri, bu hadisni biz faqat bir tomonlama o'rganib kelganmiz. Nima ekan desa, qiz farzandlarni mana shunaqa qiz farzand bo'lsa bo'ldi ekan, bo'ldi jannat ekan. Yo'q, bu hadisning ikkinchi orqa tomoni bor. Kimdayki bittami, ikkitami, uchtami qiz farzand bo'lsa-yu, odob, axloq, din, diyonat, iffat, hayo bo'lmasa, haligini teskarisi bo'ladi. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bizga jannatga kirishning eng oson yo'lini ko'rsatib beryaptilar. Bo'ldi, qiz farzandingiz bormi? Chiroyli tarbiyalang. U sizni jannatga olib kiradi. Bo'ldi, endi bu bilan haligi johiliyatdagi muomala umuman nolga tushdi. Bo'ldi. Ayollarni mana shu 3 ta bosqichda maqomlarini qat'iy hadislar bilan belgilab chiroyli qilib maqomlarini ko'targanlar. Bu ayollarni dinimizda mavqei juda ham yuqori ekanligini belgisi. Endi sahoba ayollarimizga keladigan bo'lsak, onalarimizga keladigan bo'lsak, Alloh rozi bo'lsin ulardan. Doim eslaganimizda radhiyallohu anha deb eslaymiz. Alloh u kishidan, ulardan rozi bo'lsin. Birinchi o'rinda biz tilga oladiganimiz islomda birinchi bo'lib islom dinini qabul qilgan ayol kishi ekanligini ham hisobga olishligimiz kerak. U Hadicha onamiz edilar. Radhiyallohu anha o'zlarini jonlarini ham, mollarini ham mana shu din ravnaqi uchun hammasini baxsh qildilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hamma inkor qilganda, hamma yolg'onga chiqarganda, hamma sehrgarga chiqarganda faqat yonlarida Hadicha onamiz bor edilar. Va mana shu islom olamidagi eng birinchi musulmon payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan keyin albatta ayol kishi bo'ladi, Hadicha onamiz bo'ladilar. Undan keyin Oyisha onamiz radhiyallohu anha. Ilmda ayollar juda ham yuksaklikka ko'tarilishligi mumkinligini belgilab berganlar. Hattoyinki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni davri saodatlarida mujtahidlik maqomiga erishgan sahobalar ham ba'zi bir xil fiqhiy masalalarni Oyisha onamiz radhiyallohu anhodan so'ragan ekanlar. Ilmda juda ham yuksaklikka erishganlar. Bundan tashqari boshqa sahoba ayollarni ham tilga olishligimiz mumkin. Masalan, Ummu Ammora degan roziyallohu anha bo'lganlar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud jangida o'sha Nusayba bo'ladi ismlari. Nusayba bint Ka'bmidi shunaqa. Ummu Ammora deyiladi asosan. Men Uhudda o'ngga qarasam ham, chapga qarasam ham Nusayba meni himoya qilayotganini ko'rdim dedilar. Qo'llariga qilich olib, demak, ayollarda qahramonlik ham, matonat ham yuqori bo'lgan ekan. Bu sahoba ayollarimizni bizni davrimizgacha bo'lgan ayollarni hammalariga kerak bo'lsa, qiyomatgacha bo'ladigan hamma ayollarga har birlarini o'zlarini iqtidorlari bilan doston qilsa bo'ladi. Ularga o'rnak qilib ko'rsatsa bo'ladi. Har birlarini o'zlariga yarasha iqtidorlari bo'lgan. Tashakkur domla. Albatta bu sahobiya ayollardan go'zal o'rnaklar har bir musulmon uchun yaxshi ibratlar bor, ayniqsa ayollarimiz uchun.
Bu mana yuqorida aytib aytdingiz shu qahramonlik jihatlari, olimalik jihatlari, birinchi molini ham, jonini ham islomga atagan Hadicha binti Huvaylid radhiyallohu anha onamiz haqida gapirib o'tdingiz. Albatta bularni eshitib ta'sirlanmasdan ilojimiz yo'q. Endi bilamiz, oilamizni asosiy tashkil qiladiganlar bu er-xotin. Er-xotin bir-biriga munosabatda, oilani tinch, farovon hayot kechirishida asosiy omil bo'lib xizmat qiladi. Islomda erning ayoli ustidagi haqlari va ayolning erining ustidagi haqlari haqida gapirib bersangiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamdan rivoyat qilinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Kim uylangan bo'lsa, kim uylansa, dinini yarmini barpo qilibdi. Qolgan yarmida Alloh taologa taqvo qilsin dedilar. Ayollar bizni dinimizni 50% ekan. Qolgan 50%-chi. Qolgan 50% namoz, roza, zakot, haj va hokazo boshqa amallarimiz. Demak, ayollarni oiladagi o'rinlari juda ham yuqori ekanki, er ana shu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qanday muomalada bo'lganlar? Go'zal muomalada bo'lganlarmi? Meni dinimni yarmi ekan. Meni do'zaxdan himoya qiladigan qo'rg'onim ekan degan tushuncha bilan qarasa, bo'ldi, o'zidan o'zi yaxshi muomala paydo bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana shu hadislari orqali o'zi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni javomiul kalim deydi, ozgina gapirib ko'p ma'noni mujassam qilgan holatda gapirganlar. Bu hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollar bizni do'zaxdan saqlovchi parda, nomahramga ko'zimiz tutishligidan himoya, oilada farzandimiz bormi? Farzandimizni birinchi mudarrisi ular, birinchi muallimi. Ana shu tarzda qaraladigan bo'lsa, erkaklar albatta ularga nisbatan muomalalari juda ham yaxshilanadi. Bizda ko'proq erkaklar ayollarga bu darajada mana shu maqomlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'rsatib bergan maqomlaridek qaramaganligi uchun ba'zan ularning huquqlari paymol bo'lib qolishligi mumkin. Oilada erni vazifasi chiroyli muomala qilish, nafaqa bilan ta'minlash. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga bir sahoba keladilarda, bir yigit keladi: "Ya Rasululloh, men uylanmoqchiman. Meni vazifalarim nimalardan iborat?" Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qisqa lo'nda qilib tushuntirib berganlar. Sen yesang yedirish seni vazifang. Kiysang kiydirish seni vazifang. Urmaslik seni vazifang, so'kmaslik seni vazifang. O'rinni yotoqxonadan boshqa joyda o'rinni boshqa qilib yotmaslik seni vazifang dedilar. Bo'ldi, bu erkaklarning umumiy vazifasi. Lekin bizda erkaklar mana shu 5 tani birortasiga ham amal qilmaymiz. Agar chuqurroq yondashadigan bo'lsak, masalan, yesang yedirmoqlik, ya'ni seni qorning to'q bo'lsa, uni ham qorni to'q bo'lsin. Yo'q, sen ko'chada qozon kabob yeb yursang, u roltini ichib o'tirmasin uyda. Sen o'zing yaxshi ko'rgan taomni yedingmi, uni ham yaxshi ko'radigan taomni qilib yeyishlikka sharoit qilib ber. Bu. Ikkinchisi, kiysang kiydirmoqlik. Sen avratlaring yozgi chillasida ham avrati ochiq erkakni ko'rmaysizda, qishki chillasida ham avrati yopilgan ayolni kam topishlik mumkin. Demak, sen o'zing avratlaring yopilgan kiyingan, ayolingni ham avratlarini yopib qo'y. U avrat yopishlik degani faqat kiyim o'zi bilan emas, til bilan ham. Ba'zan ko'chalarda qulog'imizga chalinib qoladi, ayollar masalan bozorlarda ko'proq. Ba'zan uyat so'zlar bilan bir-birini haqorat qilayotganlar, bu ham avrat. Avratini saqlab qo'y. Ana o'zing kiyinib qo'ydingmi? Bo'ldi, ayolingni ham gapirishini kiyintir, ham o'zini kiyintirib qo'y. Urmaslik. Endi to'g'ri, ayollarni urishlik mumkin emas. Payg'ambar alayhissalatu vassalom Zaynab onamiz radhiyallohu anhoga: "Ey bibi Zaynab, agar Alloh taolo ayollarni urishlikka izn berganda qo'limda turgan misvak bilan sizni savalardim" degan ekanlar. Yoki bo'lmasa tarixga nazar tashlaymiz. Ayub alayhissalom. Ayub alayhissalom kasal bo'lib yotganlarida ayollari tirikchilik qilib kelib boqqan. Bundan ancha tushkunlikka tushganlar, hatto sochlarini kesib sotganlarida juda ham qattiq og'rinib, endi xayolga har xil narsa kelganda, "Tuzalsam seni 100 qamchi uraman" degan ekanlar. Tuzalganlaridan keyin holatni tushuntirib berganlaridan keyin: "Ey Allohim, shunaqa deb qo'yuvdim." Alloh taborak va taolo Ali Qur'onda ham aytadi, ayollar to'g'risida Alloh taoloning o'zi fatvo beradi deydi.
100 ta qamchini bitta qilib sekin urib qo'ygan. Ana shunda 100 ta urgan bo'lasan, sen ham yolg'onchi bo'lmaysan. Xuddi shunday. Ayollarga ilgaritdan ham tazyiq yetkazmaydigan darajada muomala qilingan. Masalan, u payg'ambarlar hayotida. Endi boshqa johiliyat davrlarini hisobga olmaymiz. Aynan payg'ambarlarning oilalarida. Endi payg'ambarimiz alayhissalatu vassalom bularning maqomlarini yana ham ko'tardilarda, urushlik hatto yomon tegmaydigan narsa bilan ham urib bo'lmaydi. Zaynab onamizga o'zi bir qarich keladi, qalinligi shu bir barmoqcha keladi. Bu haligi penaplasga o'xshaydi, u bilan ursangiz yomon tegmaydi. Hatto yomon tegmaydigan narsa bilan ham urib bo'lmaydi dedilar. So'kishlik, endi so'kishlikni nima deymiz? Hozir haligi yaxshi gapdan ko'ra so'kinishimiz ko'proq erkaklarimizda, ayollarga nisbatan juda bu yaxshi emas. Payg'ambar alayhisolatu vassalom qattiq qaytarganlar. So'kishlikdan qattiq qaytarganlar. Kim birovni onasini so'ksa, o'zini onasini so'kibdi deganlar. O'shaning uchun so'kishlikdan qaytardilar, urushlikdan qaytardilar. Hattoyinki kelin qilib tushirgandan keyin uni onasinikiga jo'natib yuborishlikdan ham qaytardilar. Bu narsalarni ko'plariga amal qilmaymiz. Demak, bu erkaklarning vazifalaridan hisoblanadi. Xo'p, ayollarimizni vazifalari nima? Ayollarimizni vazifalari erni haqqiga birinchi duo qilsa deydi, ayol kishi, erkak kishi duoni boshlasa ota-onasidan boshlasin. Ayol kishi eridan boshlasin. Ayol kishi birinchi erini duo qilishdan boshlasa, uni duosi mustajob bo'lar ekan. Birinchi ayol erini yaxshi duo qilishligi. Undan keyin eri ishdan kelganda ochiq chehra bilan kutib olishlik. Masalan, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir hadislarda aytadilar, dunyoni hammasi matoh. Mana shu dunyo matohlarining ichida eng yaxshisi soliha ayol deydilar. Soliha ayol kim desa, ulamolarimiz eri kelganda uni ochiq chehra bilan, hattoyinki ba'zi bir xil ko'ngilni xirat qiladigan narsalarni bo'lgan bo'lsa ham erni oldida uni namoyish etmaslik. Erni chiroyli kutib olishlik. Va hali aytganimizdek, ona birinchi mudarris, birinchi muallim, farzandlarni tarbiyachisi. Va albatta ayollar ozodalik ramzi hisoblanadilar. Itoat, ozodalik, farzand tarbiyasi va erni yaxshi kutib olishlik asosan itoatning ichida hammasi. Mana shu erga itoat qilishlik ayollarimizni vazifalaridan hisoblanadi. Tashakkur domla. Albatta yurt farovonligi, jamiyatning yuksalishi, umuman olganda farzandlarning tarbiyasida ayol kishining o'rni qanday? Hali yuqorida johiliyat davrini bir esladik-ku. Ayollarni o'zlarini mol-mulklari bo'lmagan. Mana hozir alhamdulillah yurtimiz juda ham go'zal. Ayollarimiz oliy o'quv yurtlarida katta maqomlarga erishyapti. O'zlarining mablag'lari bor. Katta sport musobaqalarida dunyoda birinchi o'rinni olib kelyapti. Sport sohasini olasizmi, ta'lim sohasini olasizmi, bizning yurtimizda ayollarimizga e'tibor juda ham yuqori qaratilgan. Qaysi yurtda ayollarga e'tibor yaxshi bo'ladigan bo'lsa, demak u o'sha yurtda rivojlanish bo'ladi. Ilgari bir joyga urush qilinadigan bo'lsa, borib o'zini ayg'oqchilari bo'lar ekan, borib o'rganar ekan. Qanaqa ekan desa, ayollarga e'tibor yaxshi emas ekan, bo'lmasa bir kunda bosib olamiz u joyni der ekan. Ayollarimizga e'tibor qancha yuksak bo'ladigan bo'lsa, haligi ayoliga e'tibor yuksak bo'lgan joylarga hattoyinki yillab urush qilib ham u joylarni bosib ololmaydi. Endi bizning yurtlarimiz alhamdulillah buyuk allomalar yetishib chiqqan, buyuk avliyolar yetishib chiqqan yurt. Inshaalloh doim mana shu yurtimizni tinchligini, osmonimizni musaffoligini doim so'rab duolar qilamiz. Albatta mana shu duolarimizni mustajob bo'lishligida ham ayollarimizni pokliklari, ularni o'z o'rnidagi duolari juda ham o'rinli. Hozirgi yurtimizda ayollarimizga e'tibor qaratilib, mana ta'lim sohalarida, hali aytib o'tdik, sport sohalarida, qo'yingchi hamma jabhalarda o'zlariga yarasha maqomlarga erishyapti. Shu bilan bir qatorda hali aytdik, tijorat sohasida ham yuksaklikka erishgan ayollar bor. O'zlarini mol-mulklariga ega bo'lib, o'zlarining mulklaridan qurbonliklar qiladigan, o'zlarining mulklaridan mana masjidlar qurayotgan ayollarimiz yoki bo'lmasamga bizga hozir jamiyatimizga juda ham zarur tibbiyot sohasidagi ayollarimiz
juda ham rivojlanish avjida. Albatta Allohim mana yurtboshimizdan ham rozi bo'lsin, qilayotgan sa'y harakatlari juda ham go'zal. Ham yurtimiz ravnaqi, ham ayollarimizni mavqei hadis sharifda qanaqa, Qur'oni Karimda qanaqa, ana bizning yurtimizda ana shunday ayollarga e'tibor yuksak darajada qaratilyapti. Endi to'g'ri. Har bir jamiyatda ba'zan haligi sal noto'g'ri qadam tashlaydiganlar chiqib qoladi. Dinimiz asosan ko'pga hukm qiladi-da. Ko'pga hukm qiladi. Ko'p deydi, umumiy hukmda deydi. Ba'zi bir xillar sal e'tibordan chetda insonni sal ta'bini xira qiladigan bo'lsa, endi ularga ham alohida ota-onalar ular bilan shug'ullanishsa, ta'lim tarbiya berishsa, albatta yurtboshi darajasida bu narsaga e'tibor qaratilyaptimi? Ota-onalar befarq bo'lishlikka haqlari yo'q. Yurtboshimiz o'zlarini fuqarolarimiz. Masalan, O'zbekiston fuqarosimizmi? Yurtboshimiz hammasi meni farzandlarim deb e'tibor qilyaptimi? Demak, ota-ona o'zini farzandini esdan chiqarib qo'yishligi kerak emas. Qancha farzandlarimizga, ayniqsa qizlarimizga e'tibor, ta'lim, tarbiya sohalarida shu yurtboshimiz maqomida, demak, tarbiya beradigan bo'lsa, unda yurtimiz bundan ham rivojlanishda to'xtamaydi inshaalloh. Tashakkur domla. Yurtimiz yuksalishida alhamdulillah juda jadallik bilan o'z o'rnini topib ketyapti. Bunga har bitta bo'layotgan o'zgarishlarda, yangiliklarda ko'rib guvoh bo'lmoqdamiz. Albatta yurtimizda ayollarga bo'lgan e'tibor yuksak darajada. Har bitta sohada alohida ayollarga e'tibor berilmoqda. O'qishda deymizmi, ish faoliyatida deymizmi, umuman rahbarlik faoliyatiga ko'tarilayotgan, rahbarlik darajasiga ko'tarilayotgan ayollarni ko'rib, to'g'risi xursand bo'lamiz. Bu boshqarishda ham ayollarning salohiyati o'ziga yarasha darajaga ega ekanligiga guvoh bo'lmoqdamiz. Tashakkur domla, bugungi shu ayollarning huquqlari va vazifalari dinimizda ularning o'rni haqida qilib bergan suhbatingiz uchun sizga minnatdorligimizni bildiramiz. Albatta ilmingiz bundan-da ziyoda bo'lsin. Ilm yo'lida mo'min musulmonlarning manfaatli hayot kechirishi yo'lida qilayotgan xizmatlaringizga Alloh taolo o'zi ikki dunyoda ajr savob mukofotlar bilan sizni mukofotlasin. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatdoshimiz O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar Sergeli tumanidagi Qo'shqo'rg'on jome masjidi imom xatibi O'ktamjon domla Mahkamov bo'ldilar. Navbatdagi juma suhbati ko'rsatuvlarimizda yana uchrashguncha xayr deb qolamiz. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.